Bugungi darsimiz ayol va erkak psixologiyasiga bag'ishlangan. Odatda erkaklar aqllari bilan yashashadi, ayollar esa his-tuyg'ulari bilan yashashadi. Buni ko'pchilik eshitgan. Bularning o'sha ayol va erkak psixologiyasini oladigan bo'lsak, ayollar o'ta murakkab ruhiyatga ega ekanlar. Juda ham ko'p vaqtlarda odatda deb aytsam ham bo'ladi, ayolni turmush o'rtog'i tugul, yaqinlari tugul o'zlari ham tushunishmas ekan o'zlarini. Hayotda nima xohlayapti, nima istayapti, turmush o'rtog'idan nima xohlaydi, farzandlaridan nima xohlaydi. Juda ham ko'p hollarda ayollar nima xohlashlarini o'zlari ham bilishmas ekan. Bunga sabab ayolning o'sha birinchidan his-tuyg'ular bilan, ya'ni emotsiyalar bilan yashashi va bu emotsiyalarning har 15 minutda o'zgarib turishi sabab bo'lar ekan. Masalan, qarang, bitta ko'ylakni yoqtirdingiz, yig'lab, siqtab, turmush o'rtog'ingizdan pul oldingiz, uni uyga olib keldingiz, uyga kiyib ko'rib, nimasidir yoqmay turib, qaytarib olib bergan holatlarimiz juda ham ko'p bo'lgan. Rangi yoqmadi, fasoni yoqmadi, turmush o'rtog'imga yoqmadi, qaynonamga yoqmadi va hokazo. O'zgalarning fikri yo'qmasam o'zining fikri bilan o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani ham olib berishim bu ayollarga xos xislatlardan biri ekan. Qisqasi, ayol oxirigacha o'rganilmagan xil'at hisoblanadi. Erkaklar juda ham o'zlarining turmush o'rtoqlarini tushunishga harakat qilar ekanlar, lekin aksariyat erkaklar turmush o'rtoqlarini bilmas ekanlar. Uzun ko'ylak olaman deb ketgan xotini kalta ko'ylak kiyib kelganini yoki bo'lmasam ertandan ro'molga kiraman, hijobga kiraman degan ayoli shunday yurganligini ko'pchilik erkaklar hazm qilisha olmas ekan va oddiygina qilib qo'l siltab qo'yishar ekan. Bilasizmi? Ayolning o'sha his-tuyg'ulari, emotsiyalari oilada judayam katta rol o'ynaydi. Odatda mana shu erkakka maqsad qo'yadigan, unga g'oyalar beradigan biz ayollar hisoblanamiz.